Assalomu alaykum do'stlar, Turfaqal kanali bugungi video roligini boshlaydi. Do'stlar, sizlarga bugun bitta yangi saytni tavsiya qilmoqchiman. To'g'rirog'i bu yangi emas, ancha bo'lgan sayt chiqqaniga. Ko'pchilik уже ishlayapti, lekin menga o'xshab ishlamayotganlar bo'lsa do'stlar, hoziroq saytga kirib gazni bosingizlar. Sizlarga tavsiya qilishimdan maqsad jigarlar, hozirgi saytda do'stlar, biz USDPix saytida anchadan beri ishlab kelamiz do'stlar. Bilsalaringiz, o'sha USDPix saytidan ancha-muncha pul chiqarganmiz, 100% to'lab bergan, hozirgacha to'lab beryapti jigarlar. O'shaning uchun xuddi o'sha kompaniya ishlab chiqargan bu saytni ham, shuning uchun men sizlarga tavsiya qilmoqchiman do'stlar, tavsiya qilyapman. Ko'ringizlar videoni, gazini bosingizlar. Lekin do'stlar, obязательно kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib, podpishka qilib turingizlar. Shtobi men sizlarga o'tgan video rolikda aytganimdek, juda ham bir katta bir proyekt to'g'risida ishlayapman. Vashshi konkretni video chiqadi yaqinda. Xudo xolasa kuniga normalniy pul topadigan video chiqaraman do'stlar. Shuni harakatidaman hozir. Shuning uchun bizni kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lib, shu like bosib, shu podpishka qilib nima qilib tursanglar do'stlar. Xudo xolasa kuzatib tursalaringiz bo'ldi do'stlar. Xudo xolasa yaqin kunlarda men albatta harakat qilib chiqaraman do'stlar videoni. Mumkin yangi yilgacha xudo xolasa chiqaraman o'sha video rolikni. Albatta do'stlar, o'sha video rolikni ko'ringizlar. Kimgadir albatta foydasi tegishi mumkin o'sha video rolikda. Gazini bosamiz do'stlar, bizda to'xtash yo'q. Xo'p, men video rolikni boshladim. Videoni ko'ringizlar. Ishlamayotganlar gazini bosingizlar. Bu sayt bizning saytimiz yana bittaga ko'paydi jigarlar. Shuning uchun nima deydi endi bilmayman, vaqtimiz yetadimi yo'qmi bu saytlarda ishlashga, lekin bizda to'xtash yo'q do'stlar. Har bittasidan bittadan, ikkitadan ishlasak ham bizga zato pul bo'ladi do'stlar. O'sha gazini bosamiz, to'xtash yo'q jigarlar. Mana jigarlar, ekranda turibdi. Mana bu saytni sizlarga o'z tavsiya qilmoqchiman. Freetron saytini do'stlar. Videoni boshida aytib o'tganimdek, mana bu USDPix saytidan anchadan beri ishlab kelamiz. Mana shu saytda ishlab chiqargan odamlar bu Freetron saytini ham ishlab chiqargan do'stlar. Shuning uchun ishonchli deb bemalol gazni bosaversak bo'ladi jigarlar. Xo'p, sayt manzili do'stlar, har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Nimaga desalaringiz, chunki men bu videoni tagiga silka qo'ya olmayman hozir, iloji yo'q, ba'zi bir sabablarga ko'ra do'stlar. Shuning uchun tushunasizlar degan umiddaman. Do'stlar, lekin Telegram kanalimizning silkasi bo'ladi albatta, opsiyada ham, kommentariyada ham bo'ladi. O'sha Telegram kanalimga shunday kirsalaringiz o'zi sayt silkasini topasizlar do'stlar, o'sha yerda turadi. Xo'p, saytga kirganimizdan keyin birinchi navbatda biz albatta do'stlar registratsiyadan o'tishimiz kerak. Men hozir saytdan chiqib registratsiyadan o'tishni ko'rsatib o'tib ketishim kerak ozgina. Tak, что jigarlar, mana shunaqa narsa chiqadi. Mana 3 ta chiziqchani bossak, mana yerda registratsiya degan joy bor. Registratsiya degan joyga kirib, albatta bu yerga birinchi joyga ismingizni yoki bo'lmasa bironta so'z, ya'ni login yozish kerak-da do'stlar. Lotincha so'z yozish kerak biron nima. Keyin ikkinchisiga elektron pochta, uchinchisiga parol, to'rtinchisiga yana parol. Ikkalasiga bir xil parol yozish kerak do'stlar. Xo'p, keyin mana kapchani terib turib, mana bir zaregistratsiya degan yozuv ustiga bossak, ro'yxatdan o'tamiz do'stlar. Xo'p. Do'stlar, ro'yxatdan o'tib kirganimizdan keyin mana shunaqa narsalar chiqadi va biz birinchi navbatda qiladigan ishimiz mana bu joyga o'tib turib, mana nastroyka degan joyga kirib, biz elektron pochtamizni aktivlashtirib qo'yishimiz kerak. Xo'p, elektron pochtamizni aktivlashtirganimizda bizga bonus berish kerak, lekin menga bonus bermadi do'stlar. Menimcha hozir bonus bermaydigan bo'lgan. Tak, men ham aktivlashtirganman elektron pochtamni, lekin bonus bermadi. Xo'p, endi buni boshqa saytlarga qaraganda farqi bor ekan do'stlar, ancha-muncha. Nimaga desalaringiz, bunda o'rin ko'tarish ozgina nima ekan, osonroq ekan. Boshqalarida 50 ta trondan boshlasa, bunda 20 ta trondan boshlayapti do'stlar. Xuddi shunaqa joylari buniki sal yaxshiroq ekanda do'stlar. Mana hozir men ham yangi ro'yxatdan o'tganim uchun bunda menda ham shu. Masalan, hali birinchi o'rindaman. Albatta, xudo xolasa depozit qilib, harakat qilib do'stlar, o'rin ko'tarishga harakat qilamiz endi. O'rin ko'tarish to'g'risida video bor do'stlar, bilasizlar. Telegram kanalimga kirib 14 may kuni tashlagan video rolikni ko'rsalaringiz Telegram kanalimda, o'shanda o'rin ko'tarish to'g'risida video rolik bor. Tak, что xuddi o'sha video rolikka qarab bunda ham o'rin ko'tarsak bo'ladi do'stlar. Yoki bo'lmasa, kimni depozit qilishga sharoiti bo'lmasa, har soatda kiramiz va mana bu kapchani teramiz va mana bu получitni bitta bossak, bizga mana получено 0.05 tron kriptovalyutasini berdi. Bizga qanchadir summa berdi, lekin juda kam beryapti do'stlar, lekin juda kam beryapti do'stlar. Shunchaki berganidan keyin do'stlar, albatta kam beradi. Agar shunchaki pul berib turib ko'p bersa agar, bu
bankrot bo'lib ketadi saytlar jigarlar. O'shaning uchun kam beryapti, lekin beryapti do'stlar, действительно. Gazni bosamiz. To'xtash yo'q. Xohlasalaringiz agar har soatda kapcha terishga erinsalaringiz, albatta mana bu depozit degan joydan depozit qilib turib bemalol gazni bossalaringiz ham bo'laveradi. Farqi yo'q do'stlar. Mana Y degan joyga o'tsak, bu yerda ham xuddi o'sha pik saytlari, king saytlariga o'xshagan o'yinlari bor. Lekin bunda ham men ko'rib chiqdim, mana pik saytlariga o'xshab taktika yaratishda iloji yo'q ekan, lekin king saytlariga o'xshab o'ynasak bo'ladi ekan lekin. Takishda shunaqa gaplarga pul chiqarish, masalan, pul chiqarish, mana Vivot degan joyi bor. Pul chiqarish joyiga kirib, masalan, bu yerdan bemalol pul chiqarsak bo'ladi. Masalan, menga yozib qo'yibdi. Minimalniy summa 5 tron ekan. 5 tron ishlaganimizdan keyin biz albatta chiqarib olsak bo'ladi ekan. Chiqarish xuddi shu pik saytlari, king saytlariga o'xshab bo'ladi. Juda ham oson do'stlar pul chiqarish. Takishda shunaqa gaplar. Mana yerga tron adresi yozib turib, mana summani yozib turib, mana kapchani terib turib, mana Vivis'ini bossak pul chiqarishga qo'yiladi do'stlar. Juda ham oson pul chiqarish. Pul 24 soat ichida tushib keladi, shuni e'tiborga olinglar. Takishda do'stlar, menimcha hamma ma'lumotni aytib o'tdim. Yana bitta ma'lumot do'stlar, kim masalan nima desam, kim o'yinini pul topa olmasa agar depozit qilib turib saytga, albatta faqatgina o'rin ko'tarishga o'ynasa bo'ladi do'stlar. Faqat o'rin ko'tarishga o'ynab turib, mana bu o'rinlarni ko'tarib olsak, hech bo'lmaganda mana bu 6-o'ringa tushib kelsak do'stlar, keyin har soatda kirib kapcha terganimiz uchun bizga bittayu yana 20, ya'ni bittadan ziyodroq tron kriptovalyutasini beradi do'stlar. Bu vashi konkretni degani, lekin mana bu 6-o'ringa tushib kelish ham oson emas jigarlar. Shu yoqni ham hisobga olish kerak. Ozgina depozit qilib turib, o'rin ko'tarishga o'ynash kerak. Qani qaysi o'ringacha chiqib keladi? Qancha foiz ko'tariladi? Shularni hisoblab keyin yana depozit qilib o'ynasak ham bo'laveradi. Xuddi shunday bilib olsak bo'ladi qancha ketishini. Takishda do'stlar shunaqa gaplar. Hammaga omad. Gazni bosamiz, to'xtash yo'q jigarlar bizda.